Uilyam Kamkwambaning Shamolni bo'ysundirgan bola asari. Hayotda shunday insonlar borki, ularning taqdiri har birimiz uchun ibrat maktabiga aylanadi. Uilyamning Shamolni bo'ysundirgan bola asari ana shunday hayotiy, ta'sirchan va ruhlantiruvchi kitoblardan biridir. Bu asar kitobxonni nafaqat voqealar rivoji bilan qiziqtiradi, balki insonning bilim, iroda va mehnati orqali taqdirini o'zgartirishga qodir ekanligini chuqur anglaydi. Asarda Afrikaning Malaviya davlatida yashovchi oddiy qishloq bolasi Uilyamning hayoti hikoya qilinadi. Qirg'oqchilik tufayli ekinlar quriydi, ocharchilik boshlanadi. Odamlar tirikchilik uchun kurashadi. Oilasining iqtisodiy ahvoli yomonlashgani sababli Uilyam maktabni tark etishga majbur bo'ladi. Ammo uning bilimga bo'lgan chanqoqligi so'nmaydi. U kutubxonaga qatnab, ilm-fanga oid kitoblarni mutolaa qiladi va har bir sahifadan kelajakka umid izlaydi. Kunlarning birida Uilyam shamol energiyasi haqida kitobni o'qib qoladi. Shu onda uning qalbida buyuk orzu tug'iladi. Shamol kuchidan foydalanib, elektr energiyasi ishlab chiqarishini o'ylab ko'radi. Atrofdagilar bu g'oyani ishonchsizlik bilan qarshi olsalar-da, Uilyamning orzusidan qaytmaydi. U eski velosiped qismlari, temir tersak va turli chiqindilardan foydalanib, shamol tegirmoni yasaydi. Bu ixtiro nafaqat uning uyini yoritadi, balki qishloq ahliga ham yangi umid bag'ishlaydi. Shamol tegirmoni suv chiqarishga, dalalarni sug'orishga va odamlar hayotini yengillashtirishga xizmat qiladi. Bir bolaning ilmga ishonchi butun jamiyat hayotini o'zgartirishga qodir ekanligini asar yorqin misollarda ko'rsatib o'tgan. Shamolni bo'ysundirgan bola asari inson uchun eng katta boylik bilim ekanligini anglatadi. Qiyinchiliklar insonni sindirishi emas, balki yanada kuchli qilishi mumkinligi, orzu esa mehnat bilan qo'shilganda haqiqatga aylanishi asarning asosiy g'oyasidir. Bu kitobni o'qir ekanman, bir haqiqatni yana ham chuqur angladim. Insonning imkoniyatlarini uning sharoiti emas, balki maqsadi, intilishi va mehnati belgilaydi. Agar qalbda ishonch, qo'lda mehnat va ongda bilim bo'lsa, hatto shamol ham o'z orzulariga xizmat qildirishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, Uilyamning hayoti bizga shunday saboq beradi. Hech qachon orzudan voz kechmaslik, bilim olishdan to'xtamaslik va har qanday qiyinchilikka qaramay olg'a intilish kerakligi. Chunki kelajak aynan ilmga ishongan, mehnatdan qo'rqmaydigan va orzusi uchun kurasha oladigan insonlar qo'lida quriladi. Aziz kitobxonlar, bu kitobni sizlarga ham tavsiya qilaman.